Bayram ham juda joy bo'ldi. Assalomu alaykum barchaga o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan men Katan o'rtoqlar. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Obuna bo'lib, like-dan urib qo'yinglar. Короче, hozir bayramdan keyin ishoninglar, mazza qilib to'ydim, ichdim, xohlagan qildim, ichish sog'liq. Короче, hammasiga qarshida. Jonajoyim. Короче, bu yerda где-то bir oy bo'lmadim. Bayram вообще yebichar zo'r bo'ldi, to'g'risini aytsam. Uyim qatta edi ham tarafdan. Tamam, otlar turibdi, men bitta короче ana uyim. Ey, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti bu yerda? Shaqiz. Jura, nima qilsan? Yo'q, to'xta, o'lib ketasan hozir. To'xta, jinni. Jinni nima qilsan? Tushib ketyapti. Pul yana. What the heck? Ajoyib. Men senga gul beraman. Buni nimaga o'zi? O'rtoqlar, ko'rib turganinglarda hozirgina men bu narsaga ta'sirga olindi. Tak. What the heck? Nima bo'ldi hozir? Shaqiz. Men pullaring o'zingga buyursa menga kerak emas. Voy, Shaqiz. O'lib ketdi. Yaxshigina bo'laydi. Men bu yerda Mustang degan ot bo'lardi. Mustangim ham yo'q hozir. Короче, o'sha gap. Nima gap? Tinchmi? Kim? Albatta so'raman. Bayram bo'layotibdi eshitdim. Da, dahshat bayram bo'lyotdi. Bir oy bo'ldi, bir oy yebichar bo'ldi. Короче, 15 kun 15 bunaqa. Nima? Tugamadimi? Tugadi. Tugadi-da afsuski. Men qaytayapman, ko'rmayapsanmi? Agar men o'sha yerda yotgan bo'lardim. Ana musor uy kimniki? Ana musor uy. Qanaqa musor uy? What the heck? Bu musor uy. Musor emas bu. Gay bayrog'lar. What the heck? Nima? Bu bayroq. What the heck? Bu meni uyim, ko'zingiz-ku. Blin, nima qanani? Och eshikni bu yerda kim bor? Kim bor meni uyimda? Blin, kim bunaqa musor qilib tashadi? Blin, qilich bilan otib tashlayman, hozir mazasini qochiraman. Oningni magurman tipa ikkinchi etajga qo'shib qo'ygan ekan. Kim? What the heck? Nima qilyapti bu? Sorry. Eshak, yo'qol bu yerdan. Ko'zimga ko'rinma mol. Nima qilyapsan meni uyimda? Uyalmaysanmi? Asabimni o'ynab qilich bilan sot tashlayman. Normalniy gapiryapman. Meni uyim bu, meni ko'zingizsan. Men qurgandim shuncha. Qani? Loy qilib tashlabsan. Yo'qol. Eshak nima qilyapti bu yerda? Yo'qolsin. Normalniy aytayapman, eshak yo'qol hozir. Mazani qochirib tashlayman. Короче, shunaqa gaplar. Nima qilyapsan men uyimda? Вообще-то nima bu musirlar? Anaqasan uyi? Bir oydan beri men shu yerdaman. Nima deb tashyapsan? Qanaqa bir oydan beri shu yerdasan? To'g'risini aytsam, bir oy bo'ldi. Da, bir oydan beri qanaqadir hech kim yo'qligiga senga aytishmadimi bu Katanni uyi, tudem deb? Nahotki aytishmagan bo'lsa? Meni uyim bu, men sotib oldim. Bitta bu. Kimdan sotib olding? Merdan. Yur hozir merda oldiga boramiz, gaplashib olamiz. Aqling yetadimi? Yo'q, urushib tashlayman. Yur birga bir tashqariga, men bu kattalikda joyingda birga bir. Sen nima qilyapsan? Jon. Sen nima mering o'zing gapiryapsan? Uzr janob mer. Короче, qarang, men bitta meni uyim turuvdi, ko'znisam turuvdi, men yashayotgan xonadonim turuvdi. Короче, qani u? Bu nimaga turib oldi? Shu musorga berdingizmi? Men aralashtirmaylar meni. Nimadir bo'lsa, men politsiyaga telefon qilaylar-da. Janob, to'xtang, shoshmang. Bu qachondan beri bu yerda turibdi? Bilaman endi. Urushayotgan paytlarimda o'ylagandim, er-xotin urushyapti kelibman. Qanaqa er-xotin? Mazingizni qochirib, kreativ ekansizda. Mayli, yo'qoling, yo'q bo'ling, ko'zimga ko'rinmang iloji boricha. Yo'q, janob, uzr, kechirasiz, bo'ldi. Mana boshim egaman, boshim hal qilaman. Uzr, iltimos bizni hol qoldirsangiz, babishni hal qila olmaydigan mer bo'libsiz. Bir oy oldin juda yaxshi. Mayli, uzr. Короче, mana otib boramiz. Короче, militsiya chaqiramiz. Bu yer meni, вообще-то meni xonadonim edi. Hamma narsasi yozilgan, kvartir, hamma narsasi bor edi. Qiliching bormi? Spiderman? Musurkadan chiqqan Spiderman sen. Normalniy, все.
Bo'ldi. O'zing bos. Любойga javob. Любойga javobmi, prям? Ha. No, xo'p, mayli, unday bo'lsa, короче, men ekinlarga qaramadingmi bir oy ichida? Har kuni o'sib yotadi, tudim, pul ishlasang, soqol ishlasang bo'ladi. Nima qilaman bu musirni? No, musor deyapsanmi? Og'zingga qarab gapir. Bu oilani boqadigan o'sha tirikchilik bu. Mana bunaqa go'sht ish kerak undan ko'ra. Fu, zombini achib ketgan go'shtni. Fu, bu qanaqasi bo'ldi? Men bu tepada olov, dushing, yotayotgan joying, tualeting hammasi bitta joyda. Bu qanday? Men uyimni musorga qilib tashlabsan. O, mana как раз politsiyachi keldi. Biz telefon qilmoqchi edik endi sizga. Pastga tushib gaplashib olsak bo'ladi. Bu musorxonada hidiga unaqa bo'lmayapti даже. Давай, uring, musorni. Uring, pastga tushib. Oy, otda menga tegib ketyapti. Bo'ldi. Всё нормально. Расслабься, bratан. Короче, qarang. Bo'ldi. Bu o'qingiz bunaqami? Uxlatadigan o'qmi? Короче, biz ikkalamizni muammomiz bor. Ha. Biz ikkala hammasi yozib oladi-da. Og'zaki bayonnomami bu hozir? Bo'ldi. Asabingizga o'ynamayman. Uzr. O'zi ko'p gapiradigan bo'laman. Tabiatan no mayli. Hay. Короче, bundan 1 oy oldin meni uyim, ya'ni kuznitsam bor edi. Kuznitsam juda ham chiroyli edi. Вообще 13-qishloqlardagi eng chiroyli kuznitsa desa ham bo'lardi. Короче, ichimda notebook, tudem hamma narsa bor edi. Bu yer emas, o'zidan o'zi kelib meni uyimni buzib, mana bunaqa loyxona, musorxona qilib tashlagan. Bu hech qanaqa. Da. Aldovmi? Bumaga galmashganmanmi? Bitta bumaga galmashgan? Bilasizmi, janob, men yuring uyda bir xolis ko'zdan kechirib yuboramiz. No, iloji bo'lsa qarang. Mana shu yerda men agar meni uyim bo'lsa, qarang, menga qarang. Agar men uyim bo'lsa, men tasvirlab bera olaman, как раз ichkariga kirganingizda. Короче, 4 ta blokka 8 ta blok, ketgan turga 8, ya'ni metrlari bilan hisoblasak. Nimalarni buzibdir? Qarang. Men bu yerda lava turardi, mana lava turibdi, qarang. Qarang. Ha. Qarab turing. Ichkariga kiramiz. Ana ishi qarang, men bitta notebook'im turibdi. Mana hali ham o'sha notebook'im parolini bilaman даже. Mana. Ha? Notebook'im parolini bilaman. Qani, men bitta qo'yib bo'lmaydimi? Mana uka mana bir o'tiribman masalan bu bormish bunaqa da menga просто men bitta telefonim bor, mana telefonim meniki Kata MC niki deb xohlasangiz tekshirib ichigacha ko'rsangiz bo'ladi. Hamma ma'lumotlar mana olishingiz mumkin. Даже men bu ichkarida meni sekretarniy rumlarim ham bor. Короче, men bo'ldi. Tushundingiz a? Meni uyim bu. Meni uyim bu. Janob politsiyasi, iltimos bunga bir chora ko'rishingizni xohlayman. Meni uyimni qanaqadir sug'urtasi bo'lsa, nima qilyapsiz? Sir bo'lsa? Mana kel mana. Telefon nima kerak? Telefon kerak emas. Bu yoqqa, sizni uryapti janober. Sizni uryapti. Bu yoqqa uraman. Bu yoqqa qilichim, qo'ling ko'tar. Qo'ling ko'tar, bu yoqqa. Mana. Bo'ldi, mana. Tak. Ham qo'ydingizmi janober? Men oldimga keling. Mana. Bilasizmi, men hozirgi endi uyimdan bu uyda nima qilamiz janober? Shuni kelishib olaylik. Bu uy вообще chirkin ahvolda, musor ahvolda-ku. Men bu uyda qanday yashayman? Men sug'urtam bor edi. Men buni nima qilyapti? Ko'rmaylik-da, boshim ortda mana. Ha, normalniy. Bu ichkarida baba o'ynab yotibdi. No, shu haqida gaplashib olsak. Uyda bir buzib tashlaymiz-da, qaytadan quramiz. Necha pul kerak bo'ladi? Biz mana bizning kompaniya nomida men ozginagina bo'lsa ham yordam bo'ladimi? Qani bitta beringchi, bitta ko'raylik endi. Mana. Bu men bu chiqib uryapti, qochdi, o'ldirib kuchugini. Yaxshi. Odamda katta o'tirsiz kerak-da. Shuda, odam degan o'tiradi bu ko't qisib. Xo'p, mayli. Uzr so'rayman gaplarim uchun. No, mayli. No, muhimi bomishni ham o'ldirdik. Endi dalillarim ham yo'q. Bu uyda bu pul kam вообще. Mana olay bo'ldi, men pulim yo'q boshqa bo'pti. Masalan, mana muammoyini hal qilib berdim. Yana uyingni to'g'rilab berishim kerak. Bu pul yetmaydi-yu, bu pul kammi bu? Men qayerda yashayman ungacha? Ha. Bilaman. Bu ancha vaqt ketadi. No, rahmat qilayotgan yordaminglar. No,
qilayotgan yordamingiz uchun juda katta rahmat. Lekin bu uyda men bu ahvolga keltirmadim-ku. Qoplab beringlar. Bo'ldi. Ishshak maraz. Shunchalik ham yaramas odam bo'ladi. Politsiyachilarga hech qachon ishlar tushmasin. Shunaqa yarim ahvolda sizlarni tashlab ketishadi. Yordam qilgan uchun ham nimadir qiladi deymiz. Hay mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Endi janob merda oldiga kirib nimadirlar qilishimiz kerak. Janob mer, mana bu geybaroq qaranglar bu. Plos qo'ygan narsasi. Xo'p mayli. Короче, qaranglar. Janob merda oldiga kirib olamiz. Undan oldin bitta bir ikkita narsalarni to'g'rilab olishim kerak. Mana shu pul bilan kirsam, u pulimni ham olib qo'yishim mumkin. Bu pulni kvitansiya hisobida bayroqlariga uring. Tak, ichkariga kirib olaman. Notlar. Hop, mayli. Stop. Tak, hamma narsamni qo'yib oldim. Hammasi joyida. Endi janob mer oldiga kirib olaman. Va bugun narsalarni tushuntirib beraman. Janober, boya bo'lgan ishdan afsusdaman. Короче, nima desangiz ham roziman. Uyimni qilib bersanglar, xursand bo'lardim. Haqiqatan keyinroq hal qilamiz. Qomda hozir bo'lsa o'zi masalalarim bor, juda ham muhim. Hop, mayli, nima desangiz ham. Короче, o'rtoqlar, mana shunaqa gaplar. Videoni yoqqan bo'lsa, sizlardan xursandman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Kataniya ham bo'ldi. Barchaga xayr.